dunyodagi yoqimli ovozlar haqida gaplashamiz. Mana buni mazza qilaman da. Voy. Qarang. Mana bu maramash. degan qora ramyon yeb ko'rishni xohlagandim. Hali bunaqa qora ramyonni yeb ko'rmagandim. Boshqasini yeb ko'rganim yo'q. Dunyodagi hamma narsaga davo desam bo'ladi. Men kutgan sevgilim keldi. Bu dars qilishim uchun. Yaxshi ekan. Mana bu soat ko'rsatib turadi, lekin bu 12:00 ko'rsatib turibdi. To'g'rilash kerak. Eng yoqtirgan narsalari mana bu yerga bemalol zirkka qo'ysam bo'ladi va mana buni nima edi, USB kabellari ham bor bu yerda. Menga juda yoqdi. Hozir ikkilangandim. Mana bunisi yaxshi.